o'rta nimadir bo'lgan shekilli. Bo'ldimi, bo'ldingmi? Ha, oldim. Senga ham savol bor. Baraka top. Endi Samarqanddagi ishlarni bitirish kerak. Hozir bolam, hozir yetib boramiz. Hozir. Yo'lga chiqib kelishini qara. Nimadir bo'lgan Akalar, shekilli. iltimos, yordam beravringlar. Yordaminglar kerak. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Bolam kasal. Benzinim qolmay qoldi. Iloji bo'lsa shaharga olib borib tashlaylar. Mashinada yuk bor edi-da. Sig'maysizlar. Benzin bor, benzin. Hozir olib beraman. Mayli. Mana aka, mana shuni oling. Yetsa kerak menimcha. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Pulni bak qo'rur o'rta. O'rta, mana shu pulim qopti. Ammo mosi yo'q, qo'yur. Menda bor. Tushunmadim. O'rta, kashilugim qani? O'zingda edi-yu. Cho'nchagimda turadi-yu, qaqqa yo'q qoladi. Tushib qoldimi, ha? Endi nima qilamiz? Assalomu alaykum. Nech pullik qo'yish kerak? Va alaykum assalom. Hozir aytamiz. Abbos, Labbe aka. shu mashinaga polni bak quyib ber. Xo'p bo'ladi. Polni bakda bordimi? Qarachi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Aka, polni bak debsiz, bizning to'g'risi imkon yo'q edi-da bunga. Pulinglar shart emas, keturinglar. Aka, iloji bo'lsa sababini bilsam bo'ladimi? Sabab aka, bu dunyoda yaxshi insonlar borligi. Kecha ukam safarda paytida o'g'li qattiq isitma qilgan. Shoshganidan benziniga ham qaramasdan yo'lda mashinasi o'chib qolgan. Ikki yaxshi inson benzindan yordam qilibdi. Shu holatda eshitganimdan keyin men ham yaxshilik qilishni niyat qildim. Shu sizlarga nasib qilgan ekanda. Ukangiz mabodo oq Malibuda 7-8 yoshli bola bilan emasmidilar? Siz qayerdan bilasiz? Ha. O'sha yordam bergan bolalar biz edi aka. Niyatni man qilmanu natijasini o'zi go'zal qilib beribdi.